Bugun boshqacharoq video bo'ladi. Bugun sizlar uchun Chang'an mashinasini sotuvga topib qo'ydik. Mashinamiz yili 2023-yil, yurgani esa 137 ming kilometr. Mashinamiz juda ham yaxshi holatda. Kuzov qismini faqat eshigida udari bor dedilar, lekin vakuum bo'lgan, kraska bo'lmagan dedilar. O'zlaringiz uchun qolgan joylarini ham tekshirib olasizlar. Mashinamiz uzungina, yuk bosish joyiga keladigan bo'lsak, 2,5 tonnagacha yuk ko'taradi dedilar. Ballonlar juda ham yaxshi holatda, sizga bemalol qishdan chiqib olishingizcha xizmat qilib beradi, xudo xohlasa. Metan gaz ballonlari bor. Shaharning ichida 250-280 kilometrga ham yuradi dedilar. Dalni bilan shaharning ichiga. Xo'p, mashinamizning bitta orqa qismidan ham ko'rsangiz, juda ham katta va yaxshi holatda va pul topar mashina bo'ladi. Endi esa salon qismini ko'rsatamiz. Keling, salon qismini ko'rsataylik. Mashinamizning o'z narxini ham aytib o'tamiz. Xo'p, bu Chang'an. Salon qismi ham zo'r holatda, pastda boshqa xil, usti boshqa xil rang. Stiklopodiyomliklari elektronli. Mashinamizda konditsioneri bor, mexanika. Mashinamizning salon qismi ham juda ham shinam holatda turibdi. Bu asosiysi pul topar mashina. Burzovoy mashinani yoqtiradigan, shunaqa mashina qidib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Narxini $10,800 dedilar. Mashinani keling, ko'ring, haydab ko'ring. Agar sizga yo'qsa, yana kelishtirib beradilar.